Salom. Balki bu videoni ko'rayotganingda men bu hayotda yo'qdirman. Lekin to'g'risi hammanglarni sog'indim. Hammanglarni yaxshi ko'rardim. Mayli meni kim yomon ko'rsa, lekin men hech kimni yomon ko'rmadim. Sevgimni sotmadim, do'stimni ham sotmadim. Hech kimning haqqiga xiyonat qilmadim. Birovni haloliga ko'z olaytirmadim. Hamma joyda to'g'ri yurdim. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Lekin men hammanglarni qattiq sog'indim to'g'risi. Hech kimni hayotidan chiqib ketmadim. Meni hayotimdan hamma chiqib ketdi. Lekin chiqib ketgan insonlarni hayotimga qaytib kirgizmadim. Hayotimni o'zida saqladim. Hammanglarni yaxshi ko'raman, yana qaytadan to'g'ri. Dunyoda hurmat qilishingga, joningni tikishingga arziydigan odam bu ota-ona. Men afsuslanaman. Soxta do'stlarim uchun, soxta kulgular uchun o'zimni jonimni ko'p joyga tikkanim. Mayli nima bo'lsa ham Allohim hammaga insof bersin, lekin hammanglarni sog'indim. Men o'lganimdan keyin meni qabrimning tepasiga juda ko'pchilik keladi deb o'yladim. Lekin go'yoki hech kim esiga ham kelmayapti. Shuning uchun aqlinglarni yig'ib olinglar hammanglar. Kim uchundir joninglarni tikirmanglar. Ota-onadan boshqa hech kimga kerak emas. Ota-onanglarni birinchi o'ringa qo'yinglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman.